Rostdan nemetskiy bular aka? Toza nemetskiy aka bular. Buni dizayniga maza qildim-da. Eng zo'r joyi bular shunaqangi yengil ekan. Nimani hisobiga yengil aka? Bular asosan titanoviy metall ishlatiladi, 100% kolleksiyasida. Titan oddiy temirga nisbatan 2 barobar yengil bo'ladi. Qishda muzlatmaydi, yozda terlatvormaydi. Va qo'lga allergiya chaqirmaydi bu. Juda ham qulay. Menimcha yaltiroqmi? Karbonmi, nima qanaqa? Bu keramika. Keramika. 100% keramika bo'ladi, oynalari safir bo'ladi, strelkalarda fosfor bor. Rosta gazim nemis brendi ekan, Bochcha. Mana ham dizaynlarga maza qildim. Rostani taqasiz-ku, hozir ham soatlarni taqib ko'rdim. Shunaqangi yengil va qo'lga yoqimli, slim-da, bir xil soatlarni taqsa, qo'pol aka kech-kecha qo'l og'rib qoladi. Gap yo'q. Voy, men bilan video zo'r ekan-a. Siz buni olib kirasiz, birinchi qo'lmisiz mana? Biz distributsiyani oldik. O'zbekiston bo'yicha Donaga ham, Optimga ham olib kelyapmiz, rivojlantirib bu brendni. Shu juda ham qulay va yengil soat-da. Hozir O'zbekistonda yengillik bo'lyapti bu. Mana qarang. Rostdan buni dizayni klassika ham, taksi partiniga tortadigan xillari ham bor ekan. Taqolsa odam ko'zotdi. Necha pul atrofida bular aka? Bular eng byudjetli modellari 1,5 milliondan 5,5 milliongacha bo'ladi. Hamyonbop narxida, sifati ancha yuqori. 100% original, nemetskiy brend, Germaniyada ishlab chiqarilgan soatlar sertifikatlari bor, hamma narsasi bor bularning. Bitta zakaz qilib ishlatib ko'ring-da. Agar sovg'iga bersangiz ham shunchaki Xitoy soatlari emas, brend yo'q. Bochcha, titanium, ya'ni nemis brendining soatlarini sovg'a qilsangiz, ishoning, maza qilib taqib yurishadi. Mana mashinasi bilan bosib o'raman bor-ku, maza qildim dizayniga.